Cerman tüleyse. Cerman tüleyse. Cerman tüleyse. Nimeni kolaysa? Ben senin Keriman'ı sorum ya. Bak gel. Kete bak. Kama vermek. Kete. Cerman tüleyse. Cerman tüleyse. Söylememse, Cerman'ın söylememse sen söylememse, Aman gül. Oy, yaxşı mı? Amma yaxşı turdunuzmu? Aman gül. Teştikmi? Sefer jarayonida taza charchagansiz, ha? Men O'zbekiston Yezdiq hukumatning shopiri Ahmadjon bo'laman. Meni Aziz Shoji oldingizga avatgan edi. Ha, mundaqdan dadam o'zichi. U yez kadrlarga yig'in ichib qoldi. Necha kundan beri sal aldirashib qoldi shu. Shundaqmi? Ha. Ha, mang'aylamsa sog'lam. Mang'ayla. Mashqlamsin. Tasdiq qilgandi. Yuring. Bo'ldi. Yuring. Bu bir yil jarayonida toz japa chekkansiz. Undaqmi emas? Japaning rahiti bo'ldi. Yuring. Mashina av yoqda qolgan. Mashina ana. Yuring, av yoqda bor. Yuring asonlar. Uy ichim neden o'tdan turayotganda? O'tdan turayotganda. Mening cho'g'onamni bekim tegim kelganmi? Mashinaga chiqaylik. Qani, mashinaga chiqaylik. Qani. Singlim, yo'lgacha pek charchab ketgansiz aqcha. Avval bizning uyga berib aramini bilib, andan yuzga boraylik bo'lamdi. Buncha bo'lam emas. O'ginishingiz pek chapaliq tursa. Yo'l azobi, go'r azobi degan gap emasmi? Shuni deyman. Ha, qaytib kelganingiz nihoyatda obdan bo'ldi. Aziz Shojining har bir so'rin ham yig'inlarda sizning gapingizni qilmaydigan biror kunimi yo'q. Yanılı şu yezliq hukumat tarmoqidagi 300 mo'liq bog'lanchilik maydonining gapidir shu. Shu bo'lmaychi. Bog'lanchilik maydon Bo'ston yezning go'har tug'digan to'xosi dama. Kirimi haqiqatan shuncha yaxshimi? Ha, uni bir dema. Har yili mevalardan qildigan kirimidan boshqa mevilik, mevasiz ko'chat ham qalamchilardan necha yuz ming so'm kirim qiladi emasmi? Kirimi nihoyatda yaxshi. Şu dadam meni Yezigilik universitetining bog'lanchilik kasbida o'qitdi emasmi? Ha, Aziz Shoji rostali yiroqni ko'radigan odam. Bog'lanchilik maydonining texnikasi bormi? Bah,
lekin Mahmudxon akamiz hozir qiyirib qoldi. U sizning kelishingizni to'rt ko'z bilan kutib turibdi shu. Voy, uygim kep qaptiq. Gap bilan bo'lib, uyga kelganimizni o'qmay qaptiq. Keldik şeyle. Şeyle. Şehirning manzarasida ajab o'zgarishlar ko'p bo'lib ketibdi-ku. Shu emasmi? O'zgarish bekla tez. Amangul, avval To'qmoqli kentidagi onangizning qishiga boramsiz yoki Udulib Bo'ston yezaq hukumatga boramsiz, ha? Avval yezliq hukumatga berib, dadam bilan ko'rishib kelay. Sizlar bilan ertaga kuch ko'rishamiz. Bo'ladi. Xudo o'ylabsiz. Ma'qulamiz. Xo'sh. Ma'qulamiz. Xo'sh. Xo'shamiz. Ma'qul. Xo'sh. Xo'shamiz. Xo'sh. 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 Sizni besig'inib ketdim, dada. Yaxshitirdingizmi? Yaxshi. O'zingizcha. Yaxshitirdim, dada. Qizim. Yurma, dada. Siz o'rta maktabdan boshlab shaharda yotoqlik maktabda o'qig'achqa ancha bilib ketmaysiz. Bu odamning g'alati bir laqami bor edi-ku. Nima? Jarimada. Buni unutmabsiz, ha, qizim. Bu ish tushimdagidek esimda bor, dada. Kentimizdagi cho'ng bolalar jarimana degan laqamni qo'shaq etib o'ynaydi ekan-toq. Bu ish tushimdagidek esimda turibdi. Dada, bu odamga nima bundoq laqam qo'yilib qolgan bo'g'iydi? Deb bering, dada. To'g'ri. To'qmoqliq kentida mahsulot ko'tirib berilib, uzun o'tmayla Mahmudxonning kent boshlig'i degan nomi jarimana degan laqam bilan almashib qoldi. Chunki yangi iqtisodiy siyosat yurgizilgandan keyin 2 yil ichida ko'ni qarzlardan qutulganning tashaynida xelili atlinib, chiroyiga qon yugurib qolgan dehqonlar Mahmudxonning oldiga berib qarz osh, qarz pul deb uningga yalvurmaydi qoldi. Qutqizish uchun kigiz ko'pa, kiyim-kechak baslar deb chiroy sarg'atmaydigan bo'lib qolgan edi. Rastlaydi. Dehqonlar Mahmudxon boshliqning oldiga berib, qarz osh, qarz pul deb endi yalvurmaydigan, qutqizish kiyim-kechiga, kigiz ko'pi baslar deb yelinmaydigan bu qog'ashqa izzat obro'yim tiringida o'rilib ketdi. Amilim bo'lsa qeri eshakdek asqatmaydigan bo'ldi deb ko'ngli yerim bo'ldimi nima? Jarimoni bilan o'zini xo'sh qiladigan bo'ldi. Shu. O'g'illar, olimlar turli kashfiyotlarni yoritdiga. Mana bir kent boshlig'i bo'lgandan keyin jarmonini kashf qilib, dehqonlarga o'zimni bir tuntib qo'yay dedim-ya. Shunday o'xshaydi. U mukofotlash, jazolash prinsipiga yo'lab, har kuni yangi jarimalarni qo'yib agashga u laqam pichib tikkan tambaldek uningga kiyilib qoldi. Shu kichik bolalar qo'shaqimi qaytibdi. Qaranglar. Voy, rostga keldi. Quyosh parvar kunisi, yengil güzel yok geldi. Dehqonlar ishlaydi, kutgan vaqt qol keldi. Endi dehqon kulganda, jarimani qol keldi. Tik o'rnib bo'lganin, bir qo'rg'on qol keldi. Bolalar ekan bu, ha? Shu. Ma qushqachi, Mahmudxon boshliqning qushqichi bu. o'zimi qushqashqa. Bosh. Mahmudxon boshliq ashunda qilaveradigan bo'lsa, Rastulloh obdan aplaydi jimoa.
Uca, axir aşındaqa deyib, bişimi yeydi, ha? Voy xudoyim ey. Mahmud xinakam bek adovatxo'r odam. Ular uni nemancha masxara qilishadigandu. Mush iziz akamning chos mijozini qanday qilsam bo'lar? Voy xudoyim. Digini rast. To'g'ri. Hey, ağilla, koşakmışo, muş iz tükaşdan keşfiyatı den la. Ağinlar. Kent başlarının xotini Oyxon Gildan ko'ch qo'yladi-ku. Bizning odamga jarimani suratlik jinjaplashib o'xshaydi. U kechilarimi jarimani deb uyg'onib ketadi deb yurgidak. Ha. Bo'libmi sulton shoh kanat boshlig'ining jarmonisi kundan kunga ko'payib, xuddi yomg'irdan keyingi shumbida ko'klab ketdi. Ey birodarlar. Oyxon ochimizning dadi ichiga sig'may qolgan gap. Bir kechasi kent boshlig'i jarmona degunicha xotinining ko'ksini seg'vat qildi. Meni qilgan mushu tikvay. Yaxshi oldu. Çele. Hey, tikvaş. Tünegin xonaqqa su başlab etgan hel qanaqchini ida biz anglab baqili, ha? Baba, ayta. Beşimdeki doppamning suv tushdi sho'lisi. Beşimdeki doppamning suv tushdi sho'lisi. Bizni boshliq Mahmudxon jirmona shaydosi. Bizni boshliq Mahmudxon jirmona shaydosi. Jirmona deydi her mukamlar keltirib. Jirmona deydi her mukamlar keltirib. Şudimu qatlaydı jirmona undirib. Şudimu qatlaydı jirmona undirib. Vaş, Mehmet Tükeş, Samet Kuşkaş. Özümün kimligimni bir tunutmasam, Mahmut Can bulmay ketay. Bulup mu eziz? Körüp dur. Amirgan Gül Ayşem. Tun arısı Gülver Kallanı maymunda çiğkırttı taza. Öpkağını içinden bir kakay ki, müngüzüne tuyuğun ten çiğkırıp kessin. Hey, Mehmet Tükeş, bu kulaklarını zıplamasan ko. Ha? Her moğusuna beş koydun. Yaza kaç büke.
15 koy. 15 koy cerimane töyleyse. Anladın mı? Hey, Samet Kuşkaş. Buğdaylarını acaba alı terip sen koy. Ha? Ha, Meyege, linde teripden meyege. bu yanın döngüne eğilivatım ben. Her mosuğa 6 koydun. Cerimane töyleyse. Anladın mı? Ha? Kolda birinin olmasa nimeni төлeymen? Ha? Ha? Yazı. 24 koy. Anladın mı? 24 koy. Ha, yazı. Eğer onu töyleydiğin pul olmasa, uyuda nim bolsa, şuna hesaplam ekitimiz. Anladın mı? Anladım. Bakma. Gülverxan, bu qır nemişqa tüp selinmedi. Ha? Oy, qayeri tüz olmaptı başlık, ha? Rendi sağan taxtidek tüp düz turmamdı mana. Vay, tolu kasıldırmay. Cerimani töylese, yaza, buğalter. Bermosiga 6 koydun. Neçke? 18 koy. Ha, 18 koy cerimani. 18 koy. Bu başlık. Men bolsam, muşu yalğız kızım bilen künürüm ilan salan gorgül ütüvatkan tulxutun. Kanayga yağlaydigan yağ yok. Sunayga nerede turuptu degendek. Siligi berdigan jarimani nerede turuptu? Buğalter, derhal onu uygu berip, cerimaniga yargıdek bir alasini ammızaq, sıçandan başka nerede yok şeyde bu dellide. Bana ya. Ha, maqul, şuna qilaylik. Bo'ldi. Chiqar bu yoqqa. Ko'rgini ona ko'rsatmasan, ha? Chila, bu yoqqa kela oldi bilan, ha? Tush ko'rganga nima bo'pti, ha? Bo'ldi qil. Bugun sen o'zimni bir ko'rsatib qo'ymaydigan bo'lsam, Qo'yma, hey, qo'yma. oldirmay tur, ha? Sana o'zimni bir ko'rsatib qo'ymasam, Qo'yma, xotin o'tib qolay. O'layman nimanda. o'zimni bir ko'rsatmasam sana. Bo'ldi, qo'yma, Chila. Qani, ro'chini qilganini bir ko'ray, kela bu yoqqa, ha? Tush ko'rganga nima bo'pti, ha? Odachiga qo'ymaydigan bo'lsam, sen bilan, ha? O'zimni bir ko'rsatma. Qaranlar xaloyiq, mavi xotun bizning bu quchoq mo'zaylab tush ko'ribdiman deydi. Mushundaq tush ko'rsa bulamdi. Itis eriqdan o't olding deb birga jarimani to'laganimiz oz kelgandek endi ikkiga to'lamdiq desam tush ko'rganga nim bo'pti deydi. Men deyman, bizning to'qmoqliqda kekirsangmi, yo'talsangmi, tush ko'rsangmi, hatto kirtdi chiqirvatsangmi, jarimani tursa desam bu xotin ha ma'qula, meni kirtdi chiqirib etadigan usag'aq ko'rdingmi deb yaqamdan oldi. Hey, u degancha tush. Unog'ni jarimani qo'yg'iltirsa bu to'qmoqda yashamdoq yo'q biz, ha? Qandoq degan gap bu? Hey xotin, jarimani deb tamg'i usiyotgan yerda tush ko'rganga jarimani qo'ymay qolamdi. Ha? Nima qo'ydikan? Kimga qo'ydikan, ha? Kimga qo'ydikan gap qila? Kimga qo'ydikan jarimanini, ha? Bo'ldi. Adab zuvaning tutib qoldigan de. Gap qila, ha? Kimga qo'ydikan? Qanday yo'lchiga bizga jarimani qo'ydigan, ha? Bo'ldi. Ay. Uruşma la. Ha, xotin uruşsimi, cerimani töleysizlar.
Selimiha pakpakka tetkoy. Ahmet Xavgaga 5 koy cerimane. Oy, onda qımızsa jenim başlayıq. Uz Mahmud xanıka, bunundan keyin tushimizni o'rmayli, soqishmayli. Balamda jerimanini bir qaqilibsizlar. Balamda başlayıq. Ay, başlayıq. Men sizga gap qilyapman. Başlayıq. Onda qımızsa, jerimanini bir yo'qlayapsizlar. Meni tanıştыңmı? Ma Mahmud xanni unutib qilishmoqchi ma qasam. Qammaymiz Mahmud xanıka. Onda qımızsa. Uy. Tünügün Mahmud xanıkan, Mehmet akam, Senet akamlarga jerimanı qo'ydi. Bizga qirni Russan maqsan deganni bahona qilib, Po'g'olter katehdagi 3 million bir xo'rozni ip ketdi. O'ylab ketdim. Mening ya dadam bo'lmasa, yolg'iz onam ashi to'xalarning tuxumini setib, uy xarajat qildigan tursa, voy xudoyim-ey. Gülayşen, nima deganingiz bu? Biz nima qiptimiz? Men qiptiman deysiz-ku. Tünügün Mehmet akam, Senet akamlar bilan etizlikdan nimalarni deyishdinglar? Meni bilmaydi demsiz? Men hozirni berib, to'qalaringizning hammasini akab beray. Qara bu munofiqning ko'nglini qorlig'ini. Voy, bo'ldi qilinglar. Sizning ashi mijozingizdan ansirab, sizga birini deyishdimmi qo'rqimi? Ishni siz yo'g'in deb etmoqchimi? Bunda qilsangiz qanday bo'ladi? Gülayşen, ularning qilayotgan ishi butunlay xato ish, bilamsiz. Uning xato bo'lsa-mu, u degan kent boshlig'i Qodir, bilamsiz? U degan Qodir. Unutib qolmang, u degan Qodir. Ams Qodir deb alam yutib o'ltirmizmi? Jenim iziz, undaq kajlik qilmang. Dehqonlarning pul, oshliq, qo'y o'shga, to'q, kigiz gilam qatorliq narsalarni jarimaga sundirib, kadrlik hayv xumarini qondirib lazzat elayotgan kent boshlig'i Mahmud xonning jarimani kunduzi xiyolidan, kechsi tushidan chiqmag'achqa mushu kunlarda pat-pat jo'ylab turib ketadigan bo'lib qoldi. O'lish kun kechimi o'tiqi İştirak deyiringlar. Qodirxon, bo'lsa teza. Buni beryapman. Qaltin akasizlar. Voy, sen keyinda qapsan-ku. Tezroq bo'lsa. Voy, tinchlikmi? Ey, qiz qadamda bu. Bizga tajimon jerman to'laydi. Hey, to'xtag'ina. Mana deb aytay. Chaqam bo'ladi. Bo'ldimi? Ha. Cerimane, söyleyse, söylemey. Ne olmaz? Mahmud Khan, ötürü gitme. Ceriman söyleyse. Söylememse. Cerimanı söylememse sen ben söylemek onu ben köre. Söylememse. Söyleme bulup ötürü ben Cerimanı söylememse. Oy, to'g'ri. Oy, qanday qilay? Oy, to'g'ri. To'g'ri. Qo'yin deyotgan xotinimni jarimani oladigan qanday tegib bas go'daydi bu? Ha? Jarimani olmagan men qoldim endi. To'g'ri. Ne bo'ldi ular xotin? Nima adamlar? Bu urib yuribsizmi? Jarimani deb to'g'lab, yelimni bo'g'ib o'tirib qoldi tasqonlar. Hay, xapamanglar xotin. Tushimda biri chaqirganda qildi. Shuning bilan Oy, bu chaqchimi jarimani deb hingdi hijib yoki jarimani deganinglar shivirlab, ushaq barmoqlaringlardan nimalarni sanagandek va qo'yning dumisini silgandek qilib bir obdan jo'ylaydinglar. Ajab bir necha qitim bo'ldi. Tamlardan jarimani so'rab, qosh qopig'ingni yerib oldinglar. Mana bugun bo'lsa, mendimi jarimani olmoqchi bo'lyapsizlar.
Voy Xudoyim. Sinayliqi Hoshixondag'an bir o'qitvasak bo'lamdikin? Yo o'qitimi jarimanda qo'rqib kelmay qolarmi? Endi bu uyga qandaqmi qilamiz? Hajab to'ydimmish jo'ylaydigan ishlardan. Hajab to'ydim. To'xima va xotat. Tova. Heliqi o'zi tikvash shunda jarimani to'ligini unmadi. Shuning bilan silning kanyonini siqdim emasmi? Men bundaq yo'lamaydim ha. Xudoyim. Onamni uyga ketsam bo'g'dak. Bu xudoy meni jariman to'la deb gelimni bo'g'ib o'ltirib qo'ygan o'xshaydi bu uyda. Undaq qilmoqlik o'tin, men sizga bir konalik tava beray. Etsiz era ko'chko'ylarda seg'izxoda sharaqshib, mashina haqida pishmalajim ha. Osh iziz tikvash bilan ishqinlarning purchig'i hajabmi pishmidi? Qachonla qarsa ishqinlar ochkash chuchu xo'razdek so'qishib yurdi. Ağinlar, kelinglar, birdan o'tirlar. Ha, o'tiraylik. O'tiringlar. Mana endi iriqlarmi tutuz ravallashdi, ha? Ravallashdi. At suv başlasak, sularmi tutuz jorg'ilab ketaverdi. Qandaq dedi? Ajab mahardugo kishi. Kelinglar birdan o'ltiraylik. Yur ketdim. Hani burası bugün qilib ishimizni qilib oldik, ha? Shu. Ey og'inglar, Oyxon bo'da ko'ch-ko'ylarda etiz qiladi, g'alati bir gaplarni qilib yuribdi. Sizlarning texnik xabaringlar yo'q o'xshamamdi. O'shabdi. Sizlarga desam bog'u, u to'g'riliq yen qo'shaqlarni to'qilib bo'ldi. Ha, shundaqmi? Shu. Chiqib ketganda bu. Hey, Ezes, birdan hadiq chiqamaylikmi? Ha? Sizning naqshangnimi toza seqilib turadi. Shunda qilaylik. Toza bir chala. Bana tepip Mahmudxon, ilib tursan jirmona. Bana tepip Mahmudxon, ilib tursan jirmona. Men kirdim u sidiye, qina olmam sen jirmona. Men kirdim u sidiye, qina olmam sen jirmona. Cönüp tahta peşini, ündürdün sen cirmana. Cönüp tahta peşini, ündürdün sen cirmana. Çiğkaçıdın kançini, ündürdün sen cirmana. Çiğkaçıdın kançini, ündürdün sen cirmana. Çiğkaçıdın kançini, ündürdün sen cirmana. Kapçıkvaş, ha? Sen beni koşak ketip, kasat pazarda bir pulga erzan, iki pulga kımmet kılıvettin ha? Qarab dur,
Men sana aytila o'zimni bir ko'rsatib qo'ymasam, kent boshlig'i Mahmudxon bo'lmay ketay. Xap. Qo'noq bilan kivazni buda bir qitim sug'urib olsa, yoqsi echilib qolgan kivaz g'o'zlari echilib, deni qaytishaydigan qo'noqlar yana o'z kelishib bo'g'icha pishib ulgurgidek. Yana bir navbat o'sli elib olg'idakman. Öz bola. Ma qo'noq va kivazlaringni yig'ishtirib, tushikcha kuziga terib. Bo'lmasa, 6 ko'ydan jerman to'laysan. Uqtimi? Yoza. Mahmudxon aka. Yozma. Kivaz bilan qo'noqqa suv boshlamoqchiman. O'z kelish bo'g'icha qam qo'noqlar pishib, kivazmo yana bir qatim echilib ulgurdi. Yo'q, bo'lmaydi. Bu degan siyosat masalasi. Ha. Yuqoridan qarorida 10-oyning 15-20larigacha ko'ziga terish deb belgilangan-ku. Hey, ish bilmagan ham bola, siyosat deganni jonliq ishlarchilik. Men buda kep bo'g'ichilik, men deganni qilaman. Bo'lmasa, qo'shtab jerman to'laysan. Uqtimi? Ha? Chiqvash. Men deganda qilchimi? Mana bu daryoda suv uloq. Lekin ishni buzib, dehqonlarni qaqishtirayotgani mushiningdek kichik erixning mirablari. Qani, qo'lingdan kelganini qil. Ha, qani, ha? Quloqlarni chopmabsa, kivazlaringni tekshir bilamabsa, 11 millionning har mo'siga 6 qo'ygan. Nech pul o'ziga? Bu 66 qo'y. Ha, 66 qo'y, jeriman to'laysan. Ha. Kima? Oldimi? Stop. Foydaziyonga o'zing ega degan gaplaringga ega bo'lishmamsan? Nemi yig'nag'ushdek dehqonning ko'ziga tiqilib olasan? Dehqonning do'lisi amdila atlab ko'rib edi. Shuningmi ko'zdan qizdirib otamda? Sen hey, men Elhamdülillah. Bize bularning jarmonisi qora hukumatning saysi aşağılardanmı ko'payib ketdi qo'tan. Bularning amal xumar tutgan seri jarimanasimi to'lib ketdi qo'tan. Bir kun jarimani olmasa, kechisi ko'ziga uyqu kelmaydi. Kunduzi yegan ishi osh bo'lmaydi bu haqni. Sana 66 qo'y jarimani emas. 66 tal qog'ji gidisimi yo'q. Nima? Nimda? Berib xotining oyog'ini ishaq qilib meni qonunni to'xtatdir. Bo'g'altir menga. Xat to'xtatdir. Vosh! O'zini sabr ko'z. Voy. Xata qilamni qarab turmay. Vosh. Menga chimilma. Og'iz burnini bulat chiqarib bo'lsam. To'xta, oldirma. Vosh. Oldirma. Siz kent boshlig'iga aytishimsiz qandoq? Ashu qarniyatga kelinib ketaymansa. Men sizni yelning demadim-ku. Faqat xarxarasida kulki qamisi ekan deyman. Uni boshqa jati kuchim yetmagandan keyin masxara qilib bo'lsa-mo, uchimni olaman. Kent ichida uni sestib etaman. U sizni noylik hukumatga chiqib. Unda qilsa tex yaxshi. Nima? Siz meni Siz meni nimada teriktirasiz? Sizga bir ish bo'lib qolsa, men qanday qilaman? Bo'ldi, yig'lamanga. Men yuqoriga uning ishlarini imkos qilishga sharoit bo'ladi degan maqsadda shunday dedim Guloysha. To'g'ri shuni. Ko'nglim bir qismida turdi. Sizdan bak ensirab qoldi. Bo'ldi, yig'lamang deyman. Meni xato tushunib qolsiz. Men ular demoqchi emas, ha? Bu kunlarni uyutib ketadi, ha? Eski.
kent başlığı Mahmudxon tunnis bilan jo'ylib o'rnidan turib ketdi. Uning qattiq turdigan mushtlari quloq tubidan shiddat bilan egiz ko'tarilib, taxti beshiq tegishi bilan dastilaylik ichine uning beshiq jaranglab tushib, cho'qqisini yerib etdi. Tov demek iloj yo'q. Ölmekning ustiga tepmek degandek, yana bir oyoq qaytiqmi yumilab tushib, uning yuz ko'zlari va usti boshlarini bulg'alatdi. Voy otam, voy qanday qilay, voy beshchiqni yeygan juvoynimak. Voy jariman jinjaplashgan sarang. Nima qiliqdi bu? Nima qiliqdi? Tova, tova, tova. Voy qanday qilay? Qanaqaga maz ko'tirib pas. Maz ko'tirib pas, maz ko'tirib. Mana besvatman. Bak otamning cheche, og'zini nima ish qilganda. Meni to'yg'izadigan o'xshaydi bu odam. Voyjon, voyjon. Mana. Voy tova, voy tova, qanday qilaman, qanday qilaman, qanday qilaman. Voy qaysing ba? Voy olvasti abga. Xo'shlarning oldida yana shavomni chitqi yaymoqchimisan? Aqlini chep ishgan divang. Yeliq kechsimi, mushundaq vaqirab mahalli ko'y, xulum xo'shlar yig'ilib ketib, nimalar deyishmidi? Shularni unutib qoldingmi? Germana. Voyjan. Voy qanday qilay? Voy qanday qilay? Voy odamni qanday qilaman? Voyjon. Voy odam bormi? Voy qanday qilay? Voy odam bormi? Odam bormayman. Voy odam o'zi. Voy cho'qay kelinglar. Voy qanday qilay? Voy tova. Voy tova. Sizda vaqirab ketdingiz. Ko'rishmandilar. Ama bizning oydagi jerimani jini chaplashgan sarang. Tomg'i usib bosh ko'zini yer oldi qarashmanda. Qo'rqib jinim chiqaydi demasmi? Qandaqmi qilaman? Qandaqmi qilaman? Va qo'rqib ketdim jumuslar. Mahmudxon bosh jarimani so'rmagan tam qopdi-da amdi, ha? Qanday qilay? Menga ishva o'xshaydi qo'shnilarim, menga ishva o'xshaydi. Qandaqmi qilaman? Mahmudxon boshliq jarimani so'rmagan tam qopdi-kanda. Xo'p, bo'pti. Biz dehqonlarni ashunda qaqshatgandiki, Xudoyim shundoq jazisini berdi. Ajab obdan bo'pti. Tova, Xudoyim, tova. O'zining uyining temidimi jarimani oladigan qanday qadam bu? Uning rostli jarimani jini chaplashgan o'xshaydi. Hay Oyxon, jarimani degina qaraganda a'lari shamoldarib qolgan o'xshamamdi. Xudoyim, tova. Oshixandoxonni chaqirib bir o'qitlasa bo'g'dakchimi? Jinlarning ichida kanat boshlig'i Mahmudxonni bir badaklar gar qildi kalla. Sizlarga desam bag'o Jarmani daverish shamoldarab qolganlikdan emas u. Balki beshida eliqen nima Lingirtoqda o'ynayotgan amal tojisining ansirab o'ziga tepib olgan ish u. Ko'pchilik, men qaranglar. Bu ish to'g'riliq ishnim deb bo'g'il bo'lmaydi. Nasir Naskal jinlarni bir qavm deydi ekan. Shuningga qaraganda Mahmudxon jarimandan biri bo'lsa-mi bordi? Sarangmi yasini xotin mush kechida xulum qo'shlarni chaqirgan bo'lsanglar, ha? Ular yana nimalar deyishmaydi? Menga jarimana degan laqamnimi? Osh landizlar qo'ygan emasmi? Tova. Menchi qarislar. Oxirisining qo'llarida o'ladigan o'xshayman jimo. Bir bo'lsa, qo'sg'imga meni elib jarimana deb gelimni bo'qslar. Bir bo'lsa, tomga usib boshlarni yer vaslar. Mana endi saqiyib turishlarga bugun yana jarimana deb jo'ylib vaqirab, taxtbeshini o'rib cho'qqilarini yerib oldilar. Meni yurgaldi qilyapti jimo. Men asta onamning uyi kessam bo'g'dak. Chidiqchidim qamadi. Xotin xapamanglar. Men qasdan qilmadim. O'zimmi uqmay qoldi ekanman. Ya men qasdan qilmasam. Xotin, men sizga bir tamballiq tava aytib beray. Bugun
Boğa işlerini hoşnu kulumlarga yaymay. Ma kut ağzınlarını azırak jigbilama. Әмсі маңа bir tamballık tava ipirli, ha? Vay, nem dedi kandı iptemem tükke. Çok kom ipirme kotun. Әмсі her bir joyligenlerde birinin ipirdiği işleri olsa, sapay çilip, koçuk çık gittiği işleri olsa meylikti. Sınıf olsun bulduklarla de. Ay bak. Deymin ha emdi. Şunda. Ye. Kopa. Kalada gidiyorum sen. Cari. Etizlik çıkmam sen. Kalıdı spak alçak deydi ama kotun. Ey, keçinin yakçı. Cerimane dep keçicimini örtüp kılıvettiler. Tağa yıkayım bir közüm aran uykuq beriptike. Nimanda kotulda vurduğandı bu adam. Hecep mi zeriktin? Hakla etizlik gitip oldu. Ben seni etizlik çıkmam sen davatime. Sılımıcı. Etiz işlerine çıkıp bir anca munca karşı bəsile. Kadir oldum dep Neçə yıldan beri qıldık yalanın işlerini əzalığı kıldırıp. belleri şunca ola boşap gitdi. Vay. Bolu tolu kara kınmay. Çay demlep begire bana. Ben etizlikini verip arınap geleyim. Yılık tük başını kandak yen koşağlan tohumini söz düşürdü ki. Kotun. Vay can. Uy. Ağır vatandı. Anca emas. Xotin, men xo'sh bo'la qaranglar. Kechidagi kelishmaslikni bir kimga tinmoqlachima. Men sizga roman ep beraman, roman. Əmsçu cerimana dep to'la vasla. Men sizga do'st tatishib beray. Qanda? Hey. Ağıyla. Her yili kumtaq su qurilishiga amgak bordi ekanmiz. Biroq Mahmudxon boshliq bizni avatib qo'yib o'zi bormaydi ya. U bazı kentin jarimanini kim yig'idi? Ağaynilar, jarmonning gapini qo'yinglar, odamning kayfini o'chirib. Aziz uka, o'lishgun etizda aytgan g'azalingni bir o'qiydi. Kulishsakmi, dardimiz chiqdi ekan emasmi? Qanig'ich bir kulishmaymizmi? Shunda qilinglar. Ayxan səmirib qapdı, bədəlləri liqidə. Ayxan səmirib qapdı, bədəlləri liqidə. Cirimanı tölədəb, boğiyvatsan xiqqidə. Cirimanı tölədəb, boğiyvatsan xiqqidə. Aşundaq da üstüge, mini valsan bulamdın. Aşundaq da üstüge, mini valsan bulamdın. Sekilekin iş bağlı, dört elimge tolmamdın. Sekilekin iş bağlı, dört elimge tolmamdın. Sekilekin iş bağlı, dört elimge tolmamdın. Güzige
Vay taşida. Çırak küye düya. Çırak küye düya. Koca gelle vay çırak. Köpçülük, turma işini başlayla. İşleyle. Azra. Bunu bir yapma. Bunu erken bu yaşkile. Lan ketme yetmedi. Lan ketme yetmedi. Bu kenetke saymat ağırlı ketken o yılgıça kalam iki hazırlı kilada. O ana kilovatı da. Kilo. Bula işte. Bununla köpçüde. İştahla. Çıpınla. Erkeğe bu yaş kilo. Manası. Nimiş oldu? Ne kadar? Kile nege? Hey! Kandak ne misin? Grup başlığı durup, dikkalar taşakıp, ketkin anımızı. 20 günlük cerimani yazıp koydum Söyleyse. Belli, kent başlığı. Ben köpnün işken dep hımpın kımıdım. Ya özümlük şahsi işini kımısam. Yani nemi cermanı permanı o? İmanın bomusu mu, insafın bolsun diyen gap var. Herkese geç! Bu diyen siyaset meclisi, siyaset diyen siyaset demedi kıyay. Mahmut Xanıka, özleri birer ketim cerman töle paktılı mı? Sen, ne? Başkalardan her kandak yerde cermanını yok mukamı keltirip eliverdik Allah. Şu emes. Kalsı mı? Şu. Sen de la, oturuyorluk macıma çıkmış. Sen, başkaları kışkırtmadı mı? Siyaset diyenden mın bir tutuğu var. Undakta o kent çıkasından aldırıki kıyarı yanakını okşaydı geldi. Sen, Şunun mu kutuğu köp koy ağını la? Ağıyla, bu diyen kent başlığının kaldırık yerideki yanaktaki la. Zali, kent başlığını sen kıl. Sen tıkıvaşlan, ben bilen tepişkine tepişken. Sen tıkıvaşlan, dedi de, ben xəbərimi qalamadım ağır şey be. Xəb da toplar. Nimo de. Xəb da toplar. Xəb. Bu östamın içinde okun bol de. Bu östamın. Sen biz kimi paylaştık emez mi? Birden de. Geydemez. İşlik işte bak. Gayret kılar.
Sultan Şuje. Qandaroq? Hamdam ahvol yaxshimi? Yaxshi. Qubdan to'dingmi? Ahvol yaxshi. Qubdaqdan kelyaptimdiq nima? Sultan Şuje, o'zlari partiya maktabiga o'rganishni tugatib qaytib kelgan o'xshamamlar. Yo'qay. Bolaninki mijoz yo'q bo'lib qolibdi ekan. Shuning bir necha ruxsat so'rab kelgandim. Voy, sizga nima bo'ldi? Qapoqlari qor bulutdek tutilib ketdi-ku. Hey, bu dehqonqaq degancha kichkina kunning serig'ini ko'rib, qo'liga 4 tanga kirgan kuni mashillanga minib, bo'yningga dast osman dedi-ki. Endi dehqonlar bilan birini deyishib qoldikmi nima? Shu, bu haqqa tishini iqini ko'rsatib olmaydi. Og'ziga-chu Mahmud jugan silish kerak, jugan. Bo'lmasa, mushu eziz chiqayotgan meni qop qilib Hozir jugan silish emas, mushu chaqichi silgan juganlarni ilib itish. Ularga maqsadni ko'tarib berdik. Ya'ni siyosat xilof siliqlarni siliversak bo'lmaydi. Ishxonda qo'yg'idagi yami qolmabdi. Hatto bug'doy, qo'noq, kigiz, jo'n hammasi bor. Hatto bichar dehqonlarning oshqochlaydigan sandig'ini ekvopsizlar emasmi? Men bir tim bol, bir qo'shiq osh qarinda o'tib ketgan bo'lsa, ma gelimga. O'nlaq chiqsin. O'nlaq ma gelimga. Men silni yeb ketdi deganim emas. Bu ko'rinishga kollektiv uchunda xizmatni chin tutganda ko'rinsimi, lekin amaliyotda dehqonlarning aktivligini bo'g'ish. Emisman o'ktamni qilib, ularning keketigidan bo'g'ibdi-manda. Hey, bir oy ro'z tutib, po'xta eg'iz ochdi degan shu-da. Mantaxun. Voy. Bu odamga shuncha gap qilsammi, qilch ta'sir qilmabdi-da. O'rinsiz jarimona ham har xil seliqlarni bekor qilishni ta'kidladi. Chunki o'rinsiz jarimona va seliqlar dehqonlarga selingan bir jugan. Biz mundaq juganlarni cheqib ichishimiz kerak. Sultan Şuje, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, ha. Voy, siz bu Gulaysham-ku. Ha, ahvolingiz yaxshi. Yaxshi. Qo'mtaq suv qurilish maydonidan kelyapsiz nima? Ha. Aziz akamga non bilan tomoq qapirib keldim. Uyingizni ko'rib kelgan odam xo'shumay, qapoqlaringiz turilib ketibdi-ku. Voy, nima bo'ldingiz bu? Nimaga yig'laysiz? Bo'ldi, ko'nglingizni buzmang. Ha, bir ish bo'lmaganda? Bo'ldi, qapmang. Bo'ldi, yig'lamang. Jiring Ahmed, birdan bir paranglashib. Bo'ldi, yig'lamang. Bo'ldi. Ha, makilan. Ha, men birdan paranglashlar. Yig'lamang. Ha, nima bo'ldi? Mana bu gapingiz o'sidan ha? Aziz qolib qo'ydimi ya? Yo'q. Sultan Şuje. Bizning o'g'loqlik o'chkimizni jarimona deb aytib ketdi. Siyosat shundoq deydi. To'q yapti. Qani men bir iniqaroq so'zlab beraman. Zodi bu ishning jarayoni zod qandoq? Men bir boshdan oyoq bir iniqaroq so'zlab beraman. Zod nima bo'ldi? Ma'qul. Oldirmay so'zlama. Qanday degan gap bo'lib ketdi bu deyman. Oningiz bir tul ayol tug'sa. Tamam. Bo'ldi. Sal keta, nimani ko'tirma. Ta, ketaverin. Tatimiz. Yapamaz. Hanım işi. İnsafsızlar! Karı olmuşsun. Karı olmuşsun.
Yana jarimani qo'yapti. Meningdek tul xotini qaqshatdim demsa? Eshitma. Zuvaning tutilib ulasa ilohim. Sizlar bir tul ayol tursizlar. Nadiki jariman ekan bu? Ay, shu xamandiki qunaqni nemish so'qmiding deb olgan jarimanisi bo'lmamdi u kishining. Bu qig'ini toza yaxshi bo'lmabdi. Bo'ldi, ko'ngillarga olmasizlar. Silini tul deb har yili yoshlar kelib, yerlarni terib, sug'urib, o'tab beribsa, kanat boshlig'ining bu zodi nima qig'ini? Bu qamlashmabdi. O'tganda kelib, to'xuyimni ep ketdi. Bo'la, menga qarab turmang. Bo'la ishtek. Mana bugun kelib, o'g'loqliq o'shkamni epmangdi. Endi mening uyimning bo'risidan tutun chiqadiganqa nimam qoldi mening? Ana, bo'ldi qilin. O'zingizni bilsanglar, ana. Bu navbat yana kelib qolsa, bog'loqdiki, ishtonlarni qo'yib yetaman. To'xtaxon bovayning yo'g'inimi jarimani deb ep ketdi. Nima? Jarimani? Aşı namurat bo'laydimi? Tova. Bu kent boshliq Rasulullam jarimani saram olib qopti juma. Qanday biqna? Zada amili ahvol qandaq? Hammindanga? Mahmudxon, insof qilasizlar. Bu yigitlar bilan boshliqlarni qo'rg'on saqlab qo'ymoqda. Qo'ylataymi? Bu nim tuzanları. Tova, Xudoyi. To'xtaxon, bu neymiş? Nim bo'latdi? Ya'ni shu yuzi qilin jarimani. Sizlar degan bashti kepil oila turibsizlar. Shu emasmi? Oqshom tushib buzilib qolgan chig'i u insofsiz jarimani. To'qib po'q yemasdi kelib, kuzgi bug'doyni sug'amabsan, jarimani davatmamdi. Bu jarimanining qo'yrug'ini qachonmi qum bossa. Sultan Shuji qaytib kelmigicha dehqonlarning chirig'i o'ri ko'ymaydigan bo'ldi. Shu emasmi? Xudoyim. Qandaqmi qilamiz? Gulayshim, men qumtoq suqurilish maydoniga mangan. Siz xotirjam bo'ling. Boshqalarmi xotirjam bo'lsin. Men bu ishlarni cho'qim pat ardidan bitirib qilaman. Sultan Shuji, sizlar boldiroq qaytib kelmasizlar, biz turmushda bek qiynalib ketdik. Nima ish keldi? To'xining tuxumlarini ham qiytiq setib turmushimizni qandaydik. Hozir sutni qiytiq qilib o'yitadigan o'g'loqliq o'chga, tuxum tug'diradigan to'xlarimiz kent tashkilda so'laqliq. Men shu bir necha kun ichida hammani aniqlab bir yo'ldan hal qilib beraman. Bo'lamdi? Rahmat sizlarga. Billi, izjonni ko'rib kelganimga mushta xo'shal dumay yig'lamda.
Quntaqdan yezimizga bir o'stan suv boshlab olgan bo'lsak, qandoq yaxshi bo'ladi-da. Yezimizning suv kamchil bo'lish masalasi hal bo'lib, dehqonlarning yukimi xeyli yengillashib qoldi. Sen geldin. Şuna oldu. Olamsan mı? Rasta esla ağaylar çıma. Rasta esla. Şuna boğan esla. Buna. Şümemse? Şime. Buna. Za. Sen de baba. Buna. Mana lan. Çe. Buna. Ho. Yeni baba. Çüme. Ba. Sen geldi. Oltaya versen çe. Sen bağımıydın. Kilekler sen çe. Yine bir za. Buna. Nimanda zarcak çıkıp sana. Zarını ba doktor. Sen de baba. Bak. Sınavma. Cidden ne? Pulu satып algan mümicazın ba. Qarab turib beshinga pitselib olding emasmi? Vay, nima qo'qquloq? Vazifani ado qilamisak-kan, jarmonani do'qisa. Bu haltırma o'zining kanat boshlig'i disila do'ppisnaka desa 5 nakildika deganim to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Shu bu odam rasa yumshoq bosh. Goldi gulding mo'rmasining biri. To'g'ri. Iqtisod tutgan odamning qo'lida mezon bo'ladi. Shu bundaq tuzimda yo'q narsalarni kirim qilib bo'lmaydiganligini obdan beradi. To'g'ri. Lekin samon xalqning bo'g'ini bilan samonliq o'zamning deb eliverdigan gap shundaqmi? Hammasi xato. O'rmonlarga ziyon solgan, soni yar oldirib, ziroatlarni eqitib etgan, mahsulotni kamlatgan, umum uchun 52 kun haqsiz ishlash vazifasini ado qilmagan qatorliq o'zimiz bekitgan bir qator tuzumlarga xilof qilganlardan jarimani elish tamoman yo'lliq. Shu yo'lliq. Lekin hozirchi Shu. Vaqirsangmi? Yo'talsangmi? Hammasiga jarimani. Kishi qattiqroq kulishdimmi? Qo'rqadigan bo'lib qoldi desa, deganim to'g'rimi?
Rost, 2 yildan beri dehqonlar halol amalining ta'minini tetdi. Ammo solchilik ta'siridan qutlanmayotgan kadrlarda manfaat to'qinishi bo'layotgandir qanday? Ularda yana qanday andishlar bordir? Dehqonlarning yo'qsizlikdan zarlanishi, ochiq yosh to'kishi ular uchun o'zini ko'rsatishning birdan-bir fursatimi? Ular zodi nima uchun mushunda qilishidir? Yo'q. Ularga samimiy yordam berish kerak. Açık bo'lib qoldi ekan. To'g'ridaysan. Undan ko'ra boshqa gaplarni qilishib. Shunda qilaylik. O'tmaydi mana. Ha, gaping bo'ldi mana. Ara apne. Chala. Ağzından zahar tamsımı anlaymiz. Qandaq dedim. Ha, to'g'ri. Chalayamsa. Tam kaldığımı öyünde Cirmane almaygan Tam kaldığımı öyünde Cirmane almaygan Olmansızlık alalmay Yıkıt burnun buldu kan Cirmane alalmay Yıkıt burnun buldu kan Cirmane alalmay Yıkıt burnun buldu kan Oğulip ayxanne Bergin dedin cirmane Boğulip ayxanne Bergin dedin cirmane Mumus kılmay xutunun diye Sürüdüm cirmane Mumus kılmay xutunun diye Sürüdüm cirmane Sürüdüm cirmane Assalomu alaykum. Bayzonlar qanday ahvolingiz yaxshimi? Obdan turibmi? Qanday aka? Ahvolingiz yaxshimi? Obdan turibmi? Ha, Sultan Shuji, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bayzonlar. Assalomu alaykum. Yaxshi. Keling. Adam. Ha. Sizlar uyda yotqili, hep top qoldi qarsizlar. Men atiyozlik terilg'imi boshlandi desizlar. Bunda bir itizlar chiqib, dehqonlar nima ishlarni qilyotdi, bunda bir ko'rib, bir tekshirib kelmamlar. Mushundaq kech yomonlab uyda yetaveramlar. Sizlarning nelarimi bir kanit boshlig'i? Oy, gap qotimi sizlarga. Ha, ma'qul bo'lsan baraya. Chopini bilan amal talpigimlashib turanglar bunlar. Ha, ma gaplar xil bo'ladi. Hozirlar chiqaymi? Ha, mana. Kesdi. Bundaqa. Mana. Siz. Qiziq odam. Mana bu. Aka. Mana bu. Mahmudxon dehqonlarning Qumtog'dan qaytib kelib, atiyozlik terrorligiga jiddiy kirishib ketganligini anglab, ichi tortildi. Ham ularning qo'shal quram naqsh etib ishlashlaridan nima uchundir izzat hurmati to'kilgandek tallari so'g'aq shurgan. Shunga u qo'soq ko'pigini chiqarib olish uchun etizga qarab mangdi.
Az kaldı. Havaca pişib ketsa. Qadiraxon, xotini keslar. Xudo, çaya köte. Hey, Esselamu aleyküm kent başkanı. Bu ineklerini çetvaplığı özüm öze. Ney bak, kişim ağırıp kaldı dedim ko ben. Ha? Hoş. Muasıqa 50 taqadın tökelemse tökememse. Özünün özü. Yoksa qığım kəmlədiğində turdu. Vay vay. Görürsü de tökümən. Şunçilik. Ha? Onda qoz şu 10 kilodan ak oğut kuş tücülü ha? Olmasa tağırığa 5 koydan hesaplap ceriman alıver. Bu kent başlığı bu özünün özü. Hey bol be, bu genç siyaset. Kutuma. Ay bu kent başlığı ha? Hey. Men burun izzet hürmetlik başlık dedim. Ha? Toy toykillerde hemmisi kol koşturup bana toyunu boşaltsa Ligen'den o çoğu hem geçtik aldımdı bulattı. Ben Ligen'e kol uzatmak için başkalarının kol uzatışına haddemezdim. Öyle o tan demetiklerimken hatta kıyırım moyuz kütleme ben kaş götürüp karayamaydı. Bana emdilikte ağızın anısından süt ketmegen ezdik var çıkıda bana çakçak kılamazsa kandak canım olup gitti bu. Ha? Qara. Məhəmənin ümdi geçkini qılırğan Məhəmməd ki geçkini beni məskiri qılmadı da. Öz vaxtıda alqanda qağaz üçün bosuqdan dalcımas işte kuyruq şipaq verib gəlməz mi de? Hey. Ha? Qandarak qılıb atımız. Ben buyruğa işte. Ha? Hatırlayacağım bu bosla kent başlığı özünün özü. Bu burun kısmı bilen kılavetimen disiler. Hatırlayacağım bosla. Tam ne? Puhturak edilen tötkün öğürülüp düşmüşsün. Ha? Mehmet İlkeş. Hatırlayacağım. Obdarak edilen. Makala. Şunu kılıver. Kent başlığı bu encir ben tatlı pişipti sili bir yavasıla kane yavasıla ağızlarga kömmedek sasla tatlıyak. Maqulumuz yo'la ya. Ben koyup bereyim. Bilamiz ha. Kane yavasıla. Ne kadar acırkende? Şunda. İkinci
chiqida texmi tatbiq qildi deysizlar shu chog'da men sizlarga akab berma akab berma assalomu alaykum kanat boshlig'i bu kanat boshlig'i hiliqi bu ha to'g'ri ha hiliqi qarz ochliq qilish haqidagi iltimosini aytsan deyman ha xo'sh esimdan chiqib qolibdi mening turibdi ana u ha mushuma ha ma'qul qala xo'sh kelib boshlig'i sizlar talabing bo'yicha 20 ming qo'noqqa xat qilib berdim bo'ptimi bo'pti xudoyim bir jonlarga ming jon bersin amal martabalari ko'klab keksaga ketsin allohu akbar ha bo'ldi ha bo'ldi ma'qul xo'sham chiqaman degan chiqa voy qaranglar kanat boshlig'ining beg'ini itib berdim beg'indagi anjirning tunji pishiqini yigizdim shunga men 20 ming qo'noqqa erishdim 20 ming qo'noq ambardan elib olay 20 ming qo'noq 20 ming qo'noq 20 ming qo'noq bak kekashning aymanmay ineklarni chetibopla deb hijayimni qaramamdigan men inkimni chetib qo'ydigan ulukmidim bir chog'lab olgan bo'lsa kuch oilasi qilib o'zini boziyani ko'rsatdim nahli kirivaslar ish ochiq assalomu alaykum Nevixon voy bu yoq qadamlari yetib qoldi kanat boshlig'i o'g'it tutdiqda ha vah kanat boshlig'i qizim to'g'itliq edi shunga 15 chin qo'noqni bug'doyga almashtirishga xat qilib bergan bo'lsalar mendan yonmiz xudoyimda yana men o'ylash baqay ha Nevixon ezg'a deb qo'ysa tushdan keyin kent ishxonasi majlis bor kechikib qolmasin juma bormasa 5 ko'y jarimana kechiksa 3 ko'y jarimana angladingmi angladim bilma esimda hech kim esidan chiqarib qo'ygani yo'q bu to'qmoqlikda o ishning beshiga urus to'riqlab jarimani to'kiladi hey mushu mas'uliyatni ko'tarib berish nadimmi paydo bo'ldi mushu dehqon xalq bir qatim nonga to'yib katta kelib qolgan kuni faqat odam to'lamaydi boshliqning qadriga aslo yetmaydi Uy. Ben senden cerimanı sorumsam ya. Man ket. Kete man. Kavam emek. Kete. Hay. Ceriman kon. Bak işte onu ektemsizler ya. Hele bir kaçma ben. Ma'qul. Men seni xili aqlliq deb chaqlaydim. Pas qapsa men ishda yerib belgili.
Estağfurullah. Ketmem sen sözüne. Ma'qul. Sen kent başligini tishlab olsang, jarimona deb qavoydigan bo'lib qolmamsan. Yur. Ayxon! Oy, Nimbolla, chiroyli Rajab totirib ketdi. Yo'lda kelavatsam, kirmaxon do'qining olishdi. Zanjirini uzayapti-ku. O'ylashdim, etlib chiqqancha qo'g'lab ketdi-danglar meni. Xudoyim. Qashqasir qo'g'ladi. Oxir bir urik yamış oldim. Ha. Bu ajab yama ishtigina bu. Ha? Daraq yamış chiqayotsam, dapshib qolib nerketmidi. Tig'i kerem doqqa ishtig'inda demamsizlar. Sen başqani ishlayapsan, sen bu jerimani deb qabaydigan bo'lib qolsa, davatmamdi. Ha? Sabramni o'riltib. Oy, Xudoyim. Hey! Nima bo'ldi? Ha? Nima kulyapsan? Ha? Oy, Xudoyim, ajabga o'xshatdi. Zuvalini bas. Paq. Mushukka o'yin, chashqon qiyin deb. Ajab balaqlab kulib ketdi. Yo'q, daymina endi. Ajab bir kulgidek ish bo'libdi. Ha. Bugun ularning ho'ylisiga jarimana deb kirganmidilar-ya, ha? Og'zingni poq. Bugun nada jarimana deb kirma. O'tganda bir qatim kirgan. Unig'imi? Hali o'qoldi. Shu chaqda u ishtisini to'nib olibdi-kanda. Ajab bir hushyor ishtgina u. Ajab bir hushyor ishtgan. Bo'ldi qil, valaqtak ko'r. Va chap og'zingni jumala. Ey xotin. Men sizga ipak ro'mol ep berishga va'da qilgan. Sizlarni o'ydagi ishlarni taloq yaymaslikqa va'da bergan. Lekin o'ziz tikvash yana yeng oshaqlarni qatib yurida. Ha? Ba'zi xotin haqlarning og'zida shu gap. Ey, nimishqa og'zingni ig'ulamaysizlar? Men-ku hech kimga demagandek qilgan. Amiz nereden taraldı nereden? Taxtı beşinin öğrülgün ne? Çini kaçılarının çekilip beşim yerilgin ne? Cin şeyatullah. Körüp durup tükendi emize. Şuna yeyipti de? Xapımızla, xolum xoşna, dost adaşlarımı defsağan oqşayman qarısla. Xapımızla? Senin muş ağzınıza yügen sep koygudak ya gettim cuma. Hey. Gülayşe. Xush xabar. Sultan Shoji at qaytib keladi ekan. Rostmi? Rost. Sultan Shoji men oti bo'lib, Gülaysham ishqillarning to'yinlarini qilib qo'yman deydi. Yo'q, kelin. Bo'pti. Men taytimiz yo'q-kanda. Ketayimsa. Qo'yay. Men undaq demadim-ku. Amsa tigidigan bo'ldingiz-a? Mahmud xonakam Sultan Shojining qaytib kelganligini anglab, hozir nimalarni o'ylayotgandi? Nimani o'ylaydi? U balkim qo'yniga yotgan xotinini jarmani deb elib olgan bir to'paqqa, mo'zayga yoki patlonga o'xshatib, istovashlarni silayotganda. U eski, demaydigan gapi yo'q. Tova, Xudoyim, nima bo'ldi? Ha?
nim dümbülerimni silab şurayla. Yo'q. Yen kanimni buğay demla ya. Yo'q, men shu tushimda jarimani hisoblab biliqi paxlarni quyruqimda. Ha, meni qo'yruqim paxlannikidek bo'lmay, o'shkinikidek daqtaqmikan? Ashundaqcha jiginishgandek sog'ramba. Qandaq? Ha. Şunu lan Kızı kışloptu orası, kışloptu. Sizlerge, ben bir işte dep vereyim ha. Dep vereyim. Küre gitsinler. Lelekim bir yerde demeyle. Bu diyen ben biyetlek. Yaşında. Bulmaydı. Ya. Selamünaleyküm, ağilla. Urug'ni set bo'lgandan keyin qirni rus elib paxpa qilish kerak. Bo'lmasa bir qirga 3 ko'yni jarimana. Ondan so'ramni sifatli selib itizni aynak taqlab o'tish kerak. Bo'lmasa jarimani qo'yildi. Oldinglarmi? Kent başlığı. Hazır aytqanlari siyosatning ming bir putqida bormi yoki? Amiz shu siyosat bilan o'ynash qilinmaydi. Mandaqda. Sılımı boğaldırma? Shuji, kent boshlig'i Mahmudxon mushu jarimani bilan dehqon haqqa besim qilmasak, biz kadrlarning inobatimiz bo'lmaydi deysi, oqisdan so'kildab menga beribdiman deysizlar shuji. Nima? Dehqonlar selingan 6 siriq jarimani deganlarni qat'iy yo'qitish kerak. Ha, shunday qilishimiz kerak. Mana narsalarni darhol egilib qaytarib beringlar. Tizimli qo'y bado. Ha, ba, hammasini tizimlab qo'ygan. Mahmudxon qani? Kent boshlig'i etizga gapga o'xshaydi. Sizlar hozirla chiqib kanayda bir uqtirilasizlar. Ha, ma'qul. Ma birimlarni egilib kelib hammamizni akasson. Ha, ma'qul, shunday qilsin. Ha, ma'qul amsa. Xo'sh, oy. Hemen chiqay. Xo'sh. Nima bo'ldi? Ha? Meni gapimga kirib, qirni obdan silib, paxpaqni yaxshi qiling. Bo'lmasa, boshlig'i, biz qirsolayli yoki sanmayli, paxpaq itayli, atmayli. Mahsulotni oshirsak, mukofot olamiz. Kemlasak to'laymiz. Undaqda mukofotlash, jazolash hisobmi yoki o'zlarining jarimonasimi? Hey, siyosatga! Ha? Siyosatga cho'chaq qilishma. Nima deb qo'y? Cho'chaq qilishma hali, ha? Kent boshlig'i. Kent boshlig'i. Bizning siyosatning saydu deb her bir moğusuğa bir cimden buğday aldığını ha? Doğru. Hem özünün özü traktörçü kükünüge netçi moya uruq çaçıdı ha? Onun üstüge onunla açlık pankitiden 45 norma berdi o ha? Doğru. Traktörçünün aşqazını başqa, nanqazını başqa o'xshamamdi. Boshliq, bu qandaq gap, ha? Kimdi-kimning o'pchorisining hammasi qusaq deb unchola oshpaqiliq qilib ketmayli, ha? Hey, haqqasın işarın sürüdüyüm. Biratal dançalık neyse, men ama gelimden ötüp ketkin yok. Ben iştama. Ha, pişanımızda sılısak sıladık. Biz joylab pishonimizni yerib olganimiz yo'q. Biz tam o'sib pishonimizni yerib olmadik. Kechida joylab xotinning gelini mundaq qilib Hemen qap to'xtab turish, ha? Qap to'xtab turish. Ha, to'xta.
Qaranglar, Xap. U lanetik kas xotin. U tutish qabaq. Xap. Hele basam, Oyxon, ha? Yo'ldoshlar! Oğlumdan demanglar! Voy. Ay, tugeştim. Voy. Bu. Sidiqoxun sizlarmi? Men shu. Ha, barmoqlarini bossizlar. Ha, bo'ldi. Endi ayting. Daqdima o'shkilar. Anamı to'liq boq. İzzet obro'yim tugeşti. Hammasi vayron bo'ldi.